xodimlarga ishni to'g'ri taqsimlab topshirishda e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan 14 ta jihat. Birinchidan, ishni to'g'ri taqsimlab topshirish uchun natijani aniqlab oling. Ishga deadline qo'ying, ya'ni cheklovlar bo'lsin. Bir vaqtning o'zida ishchi bitta ish bilan shug'ullansin. Oraliq nazorati bo'lsinki, oxirida nazorat qilsangiz xato bo'lishi mumkin. Shuning uchun ora-orada tekshirib turing. Vazifalarni bergan paytda yozma vazifa bering, chunki og'zaki gapni noto'g'ri tushunishi mumkin. Va ishni muhimlik darajasini belgilab bering, prioritet qo'yib bering. Ishchini o'rgating, sizga hisobot berib tursin. Har bir qilingan ishni hisobotini bersin. Agar mabodo qandaydir vazifani tushunmagan bo'lsa, savol berish imkoni bo'lsinki, uni to'g'ri tushunib olsin. Har bir ishda unga feedback bering, nimani yaxshilasin, nimani kuchaytirsin, nima ustida ishlasin. Va har bir natijasini maqtab qo'ying. O'zini emas, natijasini maqtab qo'ying. Nazorat ostiga olingki, ish doimiy tarzda yakuniga yetsin. Va shu bilan birgalikda shablon bering, ishni yanada osonlashtirishiga, tushunishi oson bo'lishi uchun va bu ishni taqsimlab topshirishni tizimga aylantiring va oxirgisi ish topshirayotgan paytda ishni ko'taradiganga bering. Mana shu 14 ta qoidaga amal qilsangiz, taqsimlab topshirgan ishlaringiz o'z vaqtida sifatli bajarilishi va ishlaringiz tez bajarilishiga olib kelinadi. Video ma'qul kelgan bo'lsa, saqlanib qilib qo'ying va ishni taqsimlab topshirishda qiynalayotgan, hamma ishni o'zi qiladigan do'stingizga videoni jo'natib qo'ying.